Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun o'zimga kichik bir marafon uyushtirmoqchiman. Avtobusda bugun Beruniy metroga Yunusoboddan yugurib boraman. Yo'l uzoqligi 11,8 kilometr ekan. Uyimdan hisoblaganda, kvartiradan hisoblaganda yuguramiz. Demek ki şuraya başlayalım. Bir yarım mayal yürümüz. Ne olsa. Ko'p mana yugurmaganimga charchab qolyapman unchada. Davom etamiz. Basarız. To'xtab video olyapman chunki video xira bo'lib ketadi-da. Hozir 4 mil yurganimiz ko'rsatyapti. Harakati. Davom etamiz. Turn left. Right. Hamza. Bu men sevgan go'zal. Hadi 7 kilometr bo'ldi. Inshaalloh ketamiz. Olmazor. Mana ekan. Bilishimcha. Kilometre yuguribman.
odamda yugurgisi kelmayapti. Shu payt insonni motivatsiyasi emas, disiplinasi sanaladi. Ya'ni davom etamiz. Maqsad qo'yildimi? Berunigacha, gol berunigacha bosamiz. Break them down, rise up, that's the law. Chains of fate, rattle, I don't bend. Freedom's post, I'm pushing to the end. Weights a test, I flex, I swear. Bury these chains, leave them in the air. Phoenix flash, ash blast, I'm lit, no fade. Critics choke, I'm a blast. Ama bayrog'ni mana eslatyapti. Keldi. Allohga shukr, mana yetib keldik. Beruniy metro. Mana bu BYD. Endi qiladigan ishimiz bitta suv olib ichib, inshaalloh sekin qaytamiz. Kichkina bir marafoncha edi o'zimga qilgan. Endi xudo xolisa kattaroq marafon o'rganib yugurib borib kelishga harakat qilamiz. Hozir avtobus ya metroda qaytamiz. Open budget olsun. Suvda sekin içib, organizmdan chiqib ketgan mineral tuzlardan sekin qaytaramiz. Gidrolayt olamiz desam, gazli menimcha. Gazlanmagan. O'rtoqlar, Allohga shukr, biz yetib keldik mana. Abdurayxon Beruniy bobomizni haykallari. Allohga shukr, mana yetib keldik. Suvlarni olib ichib sekin qaytamiz. Yunusoboddan Beruniy metrosigacha bo'lgan kichik marafoncha mana shu edi. Juda yo'lda qiyinchiliklar bo'ldi. Orqaga qayt degan ichizdan keladi gap, shunaqa gaplar bo'ldi. Lekin shunaqa paytda orqaga qaytmasdan oxirigacha borish kerak. Bu birinchi o'rinda odamdagi intizomni, disiplinani oshiradi va ikkinchi o'rinda alhamdulillah, ikkinchi o'rinda odamda o'ziga bo'lgan samootsyenkasini tushib ketishiga sabab bo'ladi. Agar orqaga qaytib olsa yoki yo'llari bor-ku, eng asosiysi odam o'zini aldamash kerak, o'zini oldidagi samootsyenkasini tushirmaslik kerak. Maqsad qo'yildimi, bosish kerak. Allohga shukr. Yugurishni foydalariga keladigan bo'lsak, yugurish bu faqat sportsmenlar yugurmaydi unaqa. Faqat sog'lom bo'laman degan odamlar, semiz bo'lishi mumkin. Semiz odamlar yugurish kerak. Keyin yurakda yog' to'planishi, keyin qon tomirlarida yog' bilan yig'ilib qonda suyuqligini yo'lini
to'sib qo'yib va yurak ichi buziladi va muskullarga qon yetib bormasligi mumkin. Qon degani bu qon o'sha muskullarga borganda o'zi oziqa moddalar tashiydi. Uni kuch beradi. Keyin biz harakat qilishimiz mumkin. Shuning uchun u tomirlar bekilib qolgandan keyin u faoliyat yuritmay qoladi yaxshi. Odam holsizlanib, organizmda bir maromda bo'lishi buziladi. Ya'ni bu tibbiyot tilida gomeostaz deyiladi. Tilim ham aylanmay qoldi. 10 menimcha hozir yo'lda ozgina adashishlar bo'ldi. Adashishlar bilan 13 kilometrcha menimcha yugurdim. Buni xudo xolasa uyga borgandan keyin yo obzorni qilamiz. Rasmlari, videolari bor inshaalloh ko'rib sizlar bilan bo'lishaman. Bugungi kichik marafoncha o'zim belgilagan marafoncha shundan iborat edi. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Doston Hashimqulov bo'ldi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu keyingi videolarga menga motivatsiya bo'ladi va keyingi videolarda sifatli, yaxshiroq kontent olishga harakat qilaman inshaalloh. Keyingi hozir kitob o'qib, kitobni sharhlash bo'yicha video qo'yib boryapman. Kitob o'qib, tahlil qilib, uni qisqartirib, soddalashtirib, odamga yetib borishiga osonroq qilib kitob sharhini chiqaryapman. Keyingi kitob qaysi bo'lishini xohlaysiz? Qaysi kitobni tahlili, obzorini qilsam sizga foydali bo'ladi. Buni kommentariyada qoldirishingiz mumkin va ikkinchisi shunday kichik challengelar bo'lib turadi inshaalloh. Kanalni kuzatishda davom eting. Doston Hashimqulov. Go.